BYD avtomashinalarini BYD Astana Motors'dan xarid qilishlarini men tavsiya qilaman. Sababi yaqinda avtomashinam 4 ta hadovoy va motorli podushkasi ketib qoldi. Ularga olib bordim, ular garantiya asosida 150 ming kilometrgacha kafolat berishgan. Mana ular hozir menga 15 kundan keyin aytib o'tganimdek 4 ta amortizator bilan motorli podushkani tekinga qo'yib beradigan bo'ldi. Agar shuni men ko'chadan olganimda yo boshqa insonlardan qo'ldan avtomashina xarid qilganimda aytib o'tgan zapchastlar menga $500 ga aylangan bo'lardi. Shuning uchun sizlarga tavsiyam ishonchli BYD Astana Motors'dan barcha avtomobillarni qo'rqmasdan xarid qilishingiz mumkin. Ko'chadagi ustalar bilan bu yerdagi ustalar narxlari, xizmatlari bir xil. Moy almashtirish xizmatlarini men almashtirish ularning xizmatlaridan foydalandim. Moy almashtirish xizmati bor yo'g'i 850 ming so'mga aylandi. Ko'chada ham xuddi shu narx. Shuning uchun sizlarga tavsiyam BYD Astana Motors'dan mana shu BYD avtomashinalarni qo'rqmasdan xarid qilishlarini tavsiya qilaman. BYD Astana Motors nomer 1. Mana men tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga tavsiya qilyapman. Mana hozirgi kunda ular har 2 oy, 3 oyda menga telefon qilib avtomashina haqida holat so'rab turishadi. Bemalol qo'rqmasdan borib Astana Motors'dan avtomashinani BYD'ni xarid qilishlarini tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar.